Assalomu alaykum. Kichiklar yaxshi turdinglarmi? Sizlar hozir ko'rayotgan mush ko'z oldinglardagi ma kichik narsa nimadu? Buning nimaligini bila oldinglarmikin? Ustiga septeri xatda yozilib qolgancha yaponcha xatda ana va bala deb yoz qo'yibdi. Ana va bala degani qaraganda mush kitobda bizga bir narsalarning nimalarning opalari, ballarini bizga ko'rsatadigan. Billa ko'rib baqaylar. Bunda qilib başlayli. Oy, bu nima? Bildinglarmi? Bu at gene. Atning ustiga chiqib olgan kichik o'g'il bolaning ismi Tom gene. At bilan atning ustiga chiqib olgan Tom ikkisi bir narsa qarayotdi. Ular zot nimaga qarayotgandi? deydi. Bu shuni qaraganda ana at gene, atning Appa at gene. Bu at nimaga qarayotgandi? Balla tomishkisi. Voy! Nimga? Atning kichik o'maq balasi gene. Bu atning balasini biz taychoq deb ataymiz. Atning ballarini taychoq deymiz. Bu taychoq sakrab, taxlab, qiyg'itib o'ynashni pek yaxshi ko'rdi. Intayin kapsiz debdi. Demek at bilan atning balasi taychoqni ko'rib oldik. Endi kayni ko'taylik, kaynining bakin. Voy, bu nima bu? To'xo gene. To'xoninki tuxum tug'digan to'xoni biz, ya'ni ana to'xoni Mikyan deymiz. Bu rasmdagisi Mikyan ekan. Mikyan ballarini chaqirib atadi deydi. Bundaqda ballari keldimi ki ko'rib baqaylar. Chan. Uyu! Nimdagi o'moqrimlar bu? Qaranglar, sariq chujilar ekan, To'xoning balasini chuja deymiz. Nimdegan jiq chujilar bu qaranglar, qurutlarni ketibdi. Yedim. Önçükde bir minçe qolaytibdim, nima birse. Mala suvlarni ichib ketibdi, yugurib, uydan kataklardan hamda yugurishib chiqib ketibdi. Nim deganjiq. Mikyanlar jiq tuxumlarni bosirib, isitib shu tuxumlardan chujilar chiqadigan bo'lgankin, bir tal, ikki tal chuji so'maydi. Mikyanlar biroqlan bir navbatda degan mushtaq jiq chujilarni besip chiqirib tuxumdan mush chujilarni baqidi, ularga qurtlarni tuttirib, agashtirib yurib baqidi. Bu yerda biz Mikyan bilan chujilarni ko'rib oldik. Endi yana bakin ko'rib baqaylik. Bu nima ekan? Kol ekan, Kala ani kol ekan, mammasi yana. Memesi jiq süt ba degan gap. Sütini bunun balası imib içib cho'ng bo'ldi. Bizlar do'konlardan süt olamiz, mush süt olgan chog'da mush kalini sütini olamiz. Bu ana kalini inek deymiz. Bu kalimi mo'rab balasini chaqirayotgandek qildi. Hech baqaylar, balasi keldimikin. Qaranglar. Bu kitobning usti sirtidagi muqovasi turg'ini amaliyotda shu kalining balasi ketdi. Kalining balasini biz Mozay deymiz. Chaqiribdi, bu Mozay yugurib, opasining qishig'i kelibdi, U Mahmozay ekan, Kala, ya'ni ana kalini inek deymiz degan. Inek bilan Mozayni ko'rib oldik. Endi kaynining badu. Bu nima? Bu cho'shqa ekan, endi bu kitobda bor ekan. Amaliyotda bu cho'shqa, biz cho'shqining go'shini yemaymiz, biz uchun harom. Shundaq-ku. Bu cho'shqini biz nayta mehnat deb qaraymiz. Bu kitobda bo'lganki, buni bilib qo'ysak bo'ldi, bu cho'shqa ekan. Buniki jiq ballari bor ekan. Bu ballarini biz cho'shqining kuchiga deymiz. Bu cho'shqini biz baxmaymiz o'yladi.
Çünkü bu biz için haram, bunun güçünü yemeyimiz, bunu biz meynet dep qaraymiz. Bu ne ekan? Müşken ha? Miyaڭşı yetipti go, bu müşk. Bu müşkmü şundan qaraganchada balasını chaqiratam, nima? Ko'rib baqamdiq, müşkning balalari keldimikin. İş baqayli. Endi omaq, Allah. Ayet bir so'ka, 3 tal müşkning kichik omaq balalari yetib keldi, ama apsi balasını əkiltib yalab, o'sha mo'ylarini toza yalab xuddi biz sizlarning sochlaringlarni tara qo'ygandek bu yalab mo'ylarini tara qo'yibdi-da, tara qo'ygandek qilib. Endi omaq mushukning bolalarini aslan deymiz. Bu yerda 3 tal omaq kichik aslanchaq bor ekan. Mushuk va uning bolalari yana aslanchaqni ko'rib bo'ldik. Endi yana nima bor ekan? Oy, bu nimadir? Tundinglarmi? Bu kenguru ekan, Kenguru, 2 tal kenguru. İkisi ana kengurularmidi yoki bir stadisi bir sapsimidi qandaqdi? Ana va bola degani qaraganda bu ikisi apsi o'xshaydi. Bularning bolalarini ko'rib baqamdiq. Chijan! Ko'rdinglarmi? Kenguruni bilasizlar? Shu qo'sqining ichida xaltasi bor. Bolasi shu xaltasining ichida turdi. Ko'rdinglarmi? Mana shu xaltasini apsining qo'sqig'ining ichidagi xaltasidan birisi 5-chiqib talaqira qilibdi. Bu yerdagi susa apsining qo'sqidagi xaltasining ichidan sakrab pastga tushibdi, Ko'rdinglarmi? Bu kenguruning bolasi bilan kengurularni ko'rib oldik. Endi yana nima ekan? Bu nima ekan? O'rdak ekan, Ördekmi? Ana ördek bolalarini chaqirayotgandek qildi. Buning bolalari qandaqdi? Ko'rib baqaylar. Açtı. İntiden xoşalıq tutduğu balları suda. Ayet bir intiden yügrep gelip tükün ama çettiksi. Apısı çağırıp ki hemisi yügrep xoşalıq yetkepti. Yügrep de kıyma sudu. Nayt tez üzüp yetkepti apısına qışığa. Ördekning çocuğları seyri qıldı ki qaranlar. Anadikin biz toxo yani Mikiyanning balalarını çüce deydik. Bu ördekning balalarını ördek çücüsü deymiz. Omaq keldilarmi? Şimdi yana nima chiqadigandu? Oy, pil chiqdi, Bu pil burnida suv ilib turibdi. Bu suvni nima qilmoqchidi? Ichmoqchimidi yo zodi nima qilmoqchidi? Buningmi bolasi bormi ko'rib baqaylar. Anada burnida suv ilib bolasiga chechibdi, xuddi bolasini yuquyotgandek. Balası intiden xoşalıq etib ketdinglarmi? Intiden umaq ekan. Pil va pilning bolasini ko'rib oldik. Endi nima bakin? Keynida yana nima bordi? Oy, bu nimadir? Ishitgan, Ko'rdinglarmi? Qap-qora ishitgan. Ishtining oldida bir tomoq qachisi bor ekan, ishtiningki ichida bir sutmi nima oppoq turgan, shuni yemaklikka o'xshaydi. O'zi yemay turibdi-ku, kimni saqlayotgandi bu ko'rib baqamdiq. İşte bu ishtining bolalari bormidi? Intayin umaq küçükler kelibdi-ku, ishtining bolasini biz küçük deymiz. Bu yerda 4 tal küçük bor ekan. Apisi bolalarini chaqiribdi. Bolalarim, tomoq tayyor bo'ldi, kelinglar degan o'xshaydi shundan qaraganda. Shunlar bolalari yugurib kelib tomoq yemoqchi bo'lib turibdi. Ishtini va küçüklarni ko'rib oldik. Endi yana nima bordi, Oy, bu nima ekan? Bu qo'y ekan, Naytda chiroyli rangarang gullar echilib ketgan o'tloq ekan, yaylaq. Bu yaylaqda bu qo'y yaylab o'chiblan yeb turibdi. Bu qo'yning bolalari bormidi yo yolg'izmidi bu? Ko'rib baqaylar. Ajali, jajanoy, bakamna umaq 2 qo'yning bolasi bor ekan. Qo'yning bolasini biz qo'za deymiz. 2 tal
qo'zi bor ekan deydi. Qo'yning qo'zlari bilan qo'yni ko'rdik. Amaliyotda qo'yning qo'zi rasmdagidan necha umoqqa intayin umoq. Qo'y va qo'yning qo'zlarini rasmda toza o'xshamay qopti, ancha umoq olmay qopti. Amaliyotda ko'zimiz bilan ko'rsak, qo'yning qo'zlari degan intayin umoq. Yo'llar degan butir. Ularni qiyg'itib, sakrab, taxlab, apsiq akilab, ashtaq o'ynaydi, qiyg'itib o'ynaydi. Qo'y va qo'yning qo'zlarini ko'rdik. Endi yana chiqirikna. Men tayinladim badu. Endi bir apash o'tiribdi bu yerda. Apashning qo'lidagi kitob, biz hozir ko'rayotganmiz kitob shu ekan, a? Shundan qaraganda apasi. Balarim, miya chiqinglar, sizlarga rasmli kitob o'qib beray, da'vatga o'xshamamdi. Balar yetkilamdigan a? Qanday balasi yetkilar? Voy, nima deganchi? Men bir tog' balasi qaytib kelamkin desam. Qani? 1, 2, 3. Men oldin bir turibdi 4, chetishkisi va ketdi. 6 balasi va 3 qizi, 3 o'g'li. 6 balasi va bu apashning, ha? Hammasi xo'shal bo'lib, yugurib, apasining yoniga yetib ketdi. Men anglayman deb. Shundan qaraganda rasmli kitobni o'qib bersa, ko'rib, anglashni pek yaxshi ko'rgan bolalar o'xshaydi. Bular mendan o'qmagan, ha? Shunday qilib, bu kitob oxirlashibdi. Sizlar yaxshi ko'rdinglarmi? Yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, kelar qitim yana qanday kitoblarni ko'rsak bo'ldikini, shu chog'da yana ko'rishaylik. Allohga omonat.